kecha yordamchilarimni olib opam oldilariga sexga qarashgani bordim. Borsam ish bichayotgan ekanlar, o'sha tugab qolgan ekan. U tugab boshqa nastil boshlanguncha meni har doimgidek qiladigan ishim bor, bu hamma yon titib chiqish. Shunaqa sexlarga borishni rosa yaxshi ko'raman. Har xil narsalar tikishar ekan, titib mazza qilasan. Kuzoklardan tortib kiyimlargacha titib chiqdim. Shu shopper esladinglar, men ko'k rangini tikkan edim. Keyin obed qilamiz deyishdi. Katta opam xonim berib bergan ekanlar. Bu esa menga ajratib qo'ygan kosoklik ekan. Ha, bo'pti, bir chekkada turib tursin, hali olib ketaman dedim. Opam o'zimdan qaytgan tovarlarini skladdan borib olib kelgan ekanlar. Ularni ham birsidir tekshirib ko'rdim. Hamma yo'ligini titib o'tgan yili shunaqa qorboboqor qiz kiyimlar ham tikishgan ekan. Ularni ham topib olib qizlarimga kiydirib ko'rdim. Qizi ham o'zi ham hech nima ish qilmadi deyshmasin deb orada ozgina qarashib qo'ydim. Va uchib matosidan oxirgi dvoykalarimizni bichishni boshladik. Sezon tugadi. Uchib matosini ham bu oxirgisi. Keyin katta nastilni boshladik. Bunga videosi sig'madi. Yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bo'linglar. Keyingi videolarimda chiqaraman.